Safo Marva Tur bu mening boshchiligimda va mening ishtirokimdagi yangi loyiha, yangi boshlanish. Safo Marva Tur qariyb mana 3 yildan beri minglab ziyoratchi va sayohat qiluvchi mijozlarimizga yuqori sifatdagi xizmatni ko'rsatib kelmoqda. Вообще zo'r. Ta'riflab bera olmayman shuni qaymasa qildik. Yana xudo xolasa yana kelamizlar. Hozir sizga kirmagan ishlar bo'ldi. Safo Marva boshqa tur firmalarga qaraganda juda ham ajralib turar ekan. Hammasi zo'r bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin mehnatingizdan. Ilmli boshchilari, lyuks otellar shunaqa yaratilgan qulayliklardan juda ham xursandman. Birinchi qadamni biz rebranding bilan, ya'ni kompaniyamiz faoliyatidagi yangi taktika va brendimizning yangi logosi taqdimoti bilan boshlaymiz. Demak, Safo Marva Turning yangi logosini kutib oling. Bismillah. Xabaringiz bor, Safo Marva Tur yangi qonunchilikka muvofiq birinchilar qatorida rasmiy litsenziyaga ega bo'lgan tur kompaniyadir. Endi sizlarga bir katta sirni ochaman. O'zi aslida boshida Safo Marva Tur ochilishiga, bu firma ochilishiga nima sabab bo'lgan edi? 2022-yil edi. Sabab insofsizlik. Odamlarning soddaligidan foydalanib o'sha muqaddas yerlarda ham musulmonlarni sarson qilib, yolg'on ustida pul ishlash, xalqimiz obro'sini to'kish holatlarini o'z tanamizda his qilgan kun edi sabab. Bir necha kundan buyon ijtimoiy tarmoqlar Umra ziyoratiga borib O'zbekistonga qaytib kela olmayotgan ziyoratchilarning videolari bilan to'ldi. Chidab bo'lmas sharmandalikka barham berish uchun Allohga tavakkul qilib bu ishni boshlagandik. Yillar davomida aziz va mehribon xalqimizga qilib kelayotgan juda ko'p ezgu amallarimizga guvohsiz azizlar. Safo Marva Tur ham ana shunday ezgulik, yaxshilik, millatimiz roziligi va saodati yo'lidagi katta qadamimiz. Biz bilan bo'ling, biz bilan sayohat qiling, biz bilan ibodat qiling. Xullas, bizga keling. Qalbimiz kabi eshigimiz ham ochiq sizga qadrdonim. Safo Marva Tur.